Endi mana o'ng tomonimizga qarab bir ko'zlarimizni quvontirib olamiz. Minglagan chodirlar oppoq, hamma sharoiti mujassam qilingan. Havo sovutgichlari, har bir shirkatda o'zini hojilari uchun ovqatlarni olib kelib berishadi bu yerda. Tahorat g'usullariga mana sharoitlari hamma joyi, yuradigan yo'lkalari. Xuddi bu jamoatga ham navbat bilan chiqadi. Falon raqamli chodirdan falon raqamli chodirgacha bo'lgan kishilar kunni manovi soatida chiqadi deydi. Bo'lmasa hamma teyin chiqmasa, yo'llari tor, tiqilinch bo'lib qoladi. Bu yer ham tiqilinch bo'ladi. Shuning uchun vaqti bilan chiqarishib, shunaqa hamma yo'l tashkillashtirilgan ekan. Ana inshootlarga chiqib, bu yerda keyinchalik 5 etajli qilish bordi. O nechinchi yillari ham juda katta talofat bo'lgan ekan. 2003-yillarida Alloh alam